Xullas, bugun shunaqa juda ham kech turdim. Menda og'riqli vaziyatlar bo'ldi. Bugun qanaqadir bilmadim, kuraklarim og'rib, uyg'ongim kelmay uyg'ondim va turib sirasi ovqat qilib qo'ydim vohlikkina. Sababi vohliroq ovqat qilib qo'ysam, qolgan ishimga ulguraman dedim. Keyin yog'iga yotdim. Yog'ini eshitdinglar. Xo'p, mana nima demoqchiman? Sizlarga sizlarga o'xshab shunaqa oddiy sharoitda, oddiy uyda turaman. Ya'ni bolalarim bilan shunaqa menda ham yoyilib yotadi hamma. Oldimga shunaqa telefonga muzikalarimni qo'yib qo'yaman. Kitob bularni yig'ishtiraman. Yig'ishtirish davomida, ya'ni blogimni ham yurg'izishni boshlaganman. Ya'ni men Instagramga ham qo'yib boraman bu narsani. Endi YouTube kanaliga ham qo'yib boraman. Sababi YouTube'da bemalol qanaqadir daqiqasi cheklanmagan va o'zimiz xohlagan narsalarni gapirib boramiz, bemalol tushuntirib. Ya'ni menda ham nima demoqchiman, shunaqa kichkina uy, shunaqa sharoitda, lekin men shunday ham harakat qilaman. Men o'zimda ham ikkita biznes bor. Bundan tashqari yana kattalashtirish niyatim bor. Bu masalan, meni ko'rib turganinglar, bu meni ofisim ham zalim, mehmonxonam. Orada bu yerda men mehmon ham kutaman joyiga qo'za yig'ib terib. Mana ko'ryapsizlar, bu jarayonda ish. Bu hozir Little SS degan yangi kanal ochganman, ya'ni profil ochganman Instagramda. Hozir shuni ish jarayoni ketyapti va bular sotuvga chiqadigan, mana qaranglar, kichkintoylar uchun shunaqa baskalar ishlab chiqaryapman. Hali chiqmadi sotuvga. Endi yo'lda. Bunaqa manikenlarim. Men bunda dars o'taman, o'quvchilarimga tushuntirib boraman hammasini. Men hattoki oyog'imni tegini ham hamma joyda farzandlarim o'yinchoqlar. Sababi mana yurishini qaranglar, farzandlarim har doim yonimda. Men bilan birgalikda o'sib ulg'ayishyapti, qilishyapti-da bu narsalarni. Bu narsalarni men o'zim qilmayman. Nima derdi? Har doim farzandlarim meni yonimda nima qilayotganimni birgalikda ko'rib borishadi-da. Aytmoqchi bo'lganim, nima deydi? Men bugun shunchaki uyda yurgan holatim, ya'ni ishlarim ko'p. Shularni qilib boryapman-da. Ya'ni bola to'siq bo'la olmaydi hech narsaga. Hammasi o'zini o'rnida emas. Siz ideal vaqtni kutishingiz kerak emas-da. Siz agar ideal vaqtni kutadigan bo'lsangiz, o'tiraverasiz. Masalan, men birinchi blog yuritishni boshlaganimda, hozirgi Instagramimda 15 mingta obunachim bor va bu menga 1 yildan oshiq vaqt davomida keldi. Ya'ni nimaga orada men to'xtab qoldim, sababi ikkinchi farzandimga homiladorligim menda ozgina og'irroq o'tadi. Shuni hisobiga menda blogim ozgina to'xtab qoldi. Ya'ni homiladorlik davrini blog qilib yuritishga holim bo'lmadi. U narsani men chiqmasdim ham blogga. Ya'ni menda hayotiy boshqa narsalarni hozir YouTube'da ko'rsatayotgan bo'lsam, YouTube'da sizlarga rivojlanishni hozir ayni damda ochgan bo'lsam, lekin bu narsani men Instagramda ko'rsatmaganman. Orqa fon har doim qiziq. Ko'rdinglarmi, o'zini o'zi o'ynatib o'tirdi qizim anitda. Bu narsalarni ko'rsatmaganman. YouTube'da men aynan shu narsa uchun ochdim. Ya'ni menga Instagramda juda ham zo'r ko'p keladigan savollardan bittasi farzandlar bilan birgalikda qanaqa qilib eplash mumkin? Farzandlar bilan birgalikda, to'g'ri, men ham bitta o'zim eplamayman. Bu narsani eplab o'taman. Men yonimda oyijon borlar. Qizim muhlatib beradilar, boshqa qiladi, lekin qolgan payt u ham men bilan. Men atrofda boshqalar qaradi degani bilan baribir katta mas'uliyat onaning o'zida bo'ladi. Masalan, kasal bo'lsa, sizdan boshqa hech kim uni eplay olmaydi farzandingizni. Ya'ni kechasi uxlamasa, kechqurungisini ham siz qaraysiz, sizdan boshqasi eplay olmaydi uni. Men shu narsalarni aytmoqchiman. Shunchaki birgalikda birlashsak, ayol kishi nima derdi, kuch bo'ladi-da birlashganda. Shuning uchun ham YouTube kanal yurg'izishni juda ham xohladim. Instagramdan tashqari YouTube'ni ham yurg'izishni va buni yo'lga qo'ydim. Menga bu narsa qachon boshlarda buni yurg'izish xohishi, men bundan ancha oldin shunchaki kanalimga video qo'yganimda menda YouTube'da juda ham zo'r, ya'ni qiziqarli narsalarga va gaplashish anaqasida juda ham zo'r ko'tarilishini bilgan edim va menda tez ko'tarilgan edi bundan oldingi YouTube kanalim. Ya'ni men shunchaki video joylaganman qiziqishdan, bu zo'r ko'tarilib ketib qolgan edi-da. Lekin u YouTube kanalimni akkauntlarimni tiklashga ilojisi bo'lmadi, o'chib ketdi. Men o'zimga yangi kanal ochdim va hozir shuni yurg'izishni davom ettiryapman mana. Bu birgalikda sizlar meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali xudo xolasa syomka jarayonlarimni qilaman va u jarayonlarni ham qanaqa qilib borayotganlarimni sizlarga ko'rsataman. Yana gaplashamiz, shuning uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar hozir.